Yezida bir kambag'al kishi bor ekan, kallalarni sig'ib, sutidan seriq may yasab, shaharga akirib, setish bilan jon boqdi ekan. O seriq mayni 1 kilodan parchalab do'konga o'tkazib, bu do'kondan lozimli narsalarni setib olib qaytdi ekan. Bir kuni do'kon xo'jayini seriq mayning eg'irligidan gumonlanib, jig'lab baqsa, hammasi 900 gram kepti. Bundan nihoyatda xafa bo'lgan xo'jayin atsi u dehqon kelganda sen meni aldabsan deb xafa bo'lib so'zlab ketibdi. Bundan azoblangan dehqon xo'jayinga mundaq debdi. Bizning uyda jang yo'q edi. Shuning uchun sizdan 1 kilo shakar setib olib, shuni o'lcham qilgan. Xo'jayin bu gapni anglab nima deyishni bilmay qoldi. Savoq shuki, xiyonatning mutlaq badali bo'ladi. Kechirgili bo'lmaydigan xatolik bor desa, u dal xiyonatdir. Siz boshqalarga qanday muomala qilsangiz, shunday muomalaga uchraysiz. Bu bir haqiqat. Eng muhimi samimiyat. Hargizmi birovni ahmoq qilish badaliga kun kechirmang. Mayli turmush, mayli xizmat, mayli do'stlik, hammasining qoidasi o'xshash.